Kelinlarning shohi birman, qiynanam bilan urushib turman. Xoplab qolsam, agarda onamning uyiga ketib turman. Kelinlarning shohi birman, har kuni mushtaq sahar turman. Chotaq degani yetkuch terib, qiynanamni terik turman. Kelinlarning shohi birman, chunqachlarni cheqib turman. Choqdig'ani cheqib bo'lib, qiynanamga bildamasdan o'rniga yinglab turman. Kelin qizlar qiynananglar bilan chiqishib o'tyapsizlar ya urushib o'tyapsizlar menga o'xshash. Ammo yaqindan yaqin qiynapamishmiz, mix bilan zixlab ketib boramiz. Men chaqima qiynanam tillaydi, men chaqima qiynanam tillaydi. Hozir choqqan narsani tiqib qo'ydigan bo'ldim. Sat bir kelin turib bir chin ish qilmasdan ishkichini bir qilib o'tib bag'inimga sat deb et deganda o'rnimdan turib, qiynanamdan ish talishib turib, bir xo'sh qiltay davatim qiynanamni. Qiynanamni xo'sh qilma deb sizlarni xap qilib qo'ymay, ham dema salamni qilib deb uning degan xo'sh qilayjimi qiynapamni. Salam do'yinakli, men Taranch kelin Miyasardan hammanglarga o'tliq salamlar bo'lsin. Taranch kelin, Paranch kelin deb qiziq paranglarimni ip keldim. Chiqinglar qizlar pinglinchoga, men o'xshash qo'linglar qonliq bir narsani chiqib turgan qizlar bormisizlar? Bir kun qanchatalmi chataq chiqib bir narsani chiqib qiynananglardan tilanglaysizlar. Boshqa vaqtlarda bir no'ridanglar hozir mehmon kelgan vaqtlarda o'rib o'tirgan qo'ydirim bor bir narsalarni. Manda qo'li qolib kelsin bo'lmaydi-ki. Qo'ng'in kelgan mehmonlarni ketib qoladi ekan emasmi? Sal daraqishib o'tib qolsa. Meningga qo'limning qanliqligini butun do'ynakli bilib ketdi, hozir ham almaydi. Lekin qiynanamning meni muloyim qilib qo'lamay, holi qolmaydi. Uning ustiga kunning issig'ida sal mangli bo'layotamdi, bu issiq qaranglar kechich uxlayolmay, atigan sal turolmay qilyapman-da. Har kuni chiqsam o'ylarimlar supuriklik, sular chichiqlik va yomon sato ketib bordi necha kun bo'ldi. To'xta, o'zim chiqayjimi deb qiynanamdan supagini talishib bilan ilib oldim-da. Bo'lmaydiganmiz, ma supagini qiynapamishkimiz, akiling deb talishib berib qolamiz. Ya bu qiynatdan mashkinlashkini supuringlar deb shiktalqi qo'ymadi bu supagini. Shunda qilib atigalik tozliqlarni boshlab ketib borman. Tunegil opam beldinga chiqib aytib mana to'pilarni ma ishlarning. Ve etmasam bular opam aytgandagina paslanib aytib qo'ydim-ku. Da qo'ymanglar endi qiynapamga. Aytganda sahar turib o'ylarimlarni supurib, mush qushlarning sayirchi bilan tang, mush hammalarga suv degani chechib salqin qilib o'tdasa, hozirg'o qizlar hozir o'zimcha meyalarda ishqim bilan tozalab ketib qolgan yerlarim bor. Modaga xato egishib olgan qizlar chiqqanlar paranglashaylik. Sizlar mangcha ishtani keng, uzun kiyamsizlar. Bir pishiqinglar shikadan patqudaklar. Yoki bo'yim pakami ya ishta uzunmi qizlar? Hammaga berib işte keng ishtan keng uzunmuşta bizimlarni ilib hozir uyda kiyay desam ishtanning pushqaqi yada butun yerni tozalab bo'g'cha pushqaqni dastlab tozalabdimi qiynapam nim deydi o'ti voy balam supagini qo'lingizga olmay u yoqqa bir bu yoqqa bir menga pushqaq bilan o'ylanib supuribsiz deydi. Kinoning arasini e'lon chiqdi. Qo'ltig'ingiz ta'lamda furamdi do'stim. Mush ta'lagan, purg'an, pichilganmish qo'ltiq putlarga qarta ajoyib unim yaxshi bo'lgan do'rgalik zavod bilan hamkorlashib turib chiqqan qo'ltiq birikmamni evilinglar juma bas suratni besib kirib. Men anglasam xaridorlarga to'yin penta yana yo'qi chiqirib turibdi juma e'tibor bad olalaysiz ekan. Mushu yozlarda a'laning puti pichilib, mush putlari ta'lab oyoqning ichida michildab ketayotganimiz ichinglar og'rib qolsin. Qo'ygan xonim qizlar chechib qo'yanglar bu hamda a'lagi deyman. Putning purqini ajoyib o'ngshaydi, qo'ltiqning purqini ajoyib o'ngshaydi. Ha, g'ayri proyaydigan bo'lsa alsiz bo'ldi, xijilachlikdan qutulsiz. E'lon tugdi. Degan suaz yaxshi chechamay qoldim, gullarga, yerlarga faqat yaxshi chechamay qoldim. Ko'nglim tiqil kesaklarni jub beray deb ketgandim qiynapamga. Suaz juyamayli qoldim. Shuning bilan mush tozliqlarimni tugitib bo'lgandan keyin men bir maxbiri sifatida o'tayjim. Vlogimni quruq ko'rib qolmanglar deyman. Endi bugun vloglar qizlar. Mush yoz keldi, endi sizmining vaqti keldi. G'o'ljida atdiganda tamoq yeyishga odatlanmagan. Biz tamoqni tushib ketib yeymiz emasmi? Shu atdiganda mushta varina, murabba, mushta narsalar bilan nashta qilamizda. Atgan cheyimiz bilan-da hisobda. Sizmining vaqtida cho'bek odamni shunda rahat qiladi atdiganda men yeyasanglar. Sizmiga shakarni seplam azroq pishirib qo'ygan sutinglardan gidikini qo'yib aralashtirib nashta qilinglarchi. Hozirlik bir nashta qilib olasizlar. Shundami bir payz bo'ladi-jimi? Men sixt film ko'rish xo'shaqmayapamda, sizlarga ish qilib oxirgacha ko'mayapsizlar. Shun qisqa ishlayapman filmlarni juma. Ma'qulamiz go'njoq qilinglar, ayat yana ko'rishmaymiz.